Bir qishloqda Qosim ismli mehnatkash dehqon yashar edi. Uning qo'lida katta yem ham, boylik ham yo'q edi. Ammo bir narsa bor edi: sodiq yurak va sabr bilan to'la ko'ngil. Qosim kun bo'yi yer haydar, kechqurun esa Qur'on o'qir, farzandlariga halol mehnatning shirinligini o'rgatardi. Ammo unga bir sinov keldi. Bir yili yomg'ir yog'madi, hosil quridi. Ertasi yil sel keldi, hamma narsani yuvib ketdi. Qosimning xotini kasal bo'ldi, bolasi esa ochlikdan ozib ketdi. Qo'shnilar aytishdi: Qosim, buncha sabr qilyapsan, nega nolimaysan? U esa jilmayib dedi: chunki yomg'irni bergan ham, quyoshni chiqargan ham Xudo. Sabr qilgan banda hech qachon xor bo'lmaydi. Kunlardan bir kun u namozdan so'ng duo qildi: ey Parvardigor, men sendan boylik emas, sabrni so'rayman.